Amir avtosavdo kechki bozorda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 3 mashinasi kelib qoldi. 2020-yil 98 ming kilometr masofani bosib o'tgan ikkinchi pozitsiya mexanikasi bo'ladi okalar. Okalar mashina kraskalari top-toza, bitta petnosi bor ekan, ko'rsatib o'taman. Cobalt diska yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan okalar. Salon qismlarini ko'rsatib chiqsam, salonlar zo'r. Shumkalargacha ham qilingan. 98 ming probeg, multirul, test monitor, zavodskoy dinoqolatlar ham urinib ketmagan, ko'rishingiz mumkin okalar. Ko'rli solingan, temir gaz balonlargacha ham ustanovka qilingan. Motor, korobka, ходовок qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q. Pitnos okalar eshigida kichkina pitnos bor ekan. Qolgan joylar top-toza, kuzov holatlari ham okalar zo'r holatda turibdi. 50 partiyada egalarining o'zida sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini okalar sizlar olib maza qilib minishinglar uchun $7750 baholandi. 2020-yil 98 ming kilometr masofani bosib o'tgan minishga tayyor ikkinchi PS mexanika Nexia 3 mashinasi.